quruq yuzlarga tushadigan top 5 ta eng zo'r SPF'larni tavsiya qiling. Unda videoni oxirigacha tomosha qiling. Eng zo'r SPF'larni tavsiya beramiz. 5-o'rin Beauty of Joseon kuchli quyosh nuridan himoya qiladi, yengil teksturaga ega, yuzda umuman oqarib qolmaydi va makiyajdan ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. 4-o'rin Modeli brendi Angliya mahsuloti hozirgi trendga chiqayotgan SPF'lardan biri hisoblanadi. Kun davomida yuzinglarni namlantirib turadi, umuman qurib bormaydi va tashqi muhitdan zo'r himoya qilib beradi. 3-o'rin Amerikaning MY brendiga tegishli GH SPF'lari yuz terisining qarishini sekinlashtiradi, akne izlari va qorayib ketishi oldini oladi. 2-o'rinda Bioderma SPF Fransiya mahsuloti teri kuyishini oldini oladi, ayniqsa tez qizaradigan sezgi teri uchun juda ham zo'r ish beradi. Va nihoyat 1-o'rin La Roche-Posay Fransiya mahsuloti pigment dog'lar tushishini oldini oladi, ayniqsa akne izlari va dog'lar bor yuz terisi uchun ideal ish beradi. Shunga o'xshash foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling, like bosing va yaqinlaringizga ulashib qo'ying.